Mani Matskili taniganlar bormi? Meni qachonlardir bitta oshnam bo'ladi, Toyib degan. Mana, shaxsan Qobul jigan o'zi shunaqa chiroyli qilib restoran tuning qilib bergan. Endi ahvolni qaranglar. Ahvolni hozir ishxonasiga keldik. Mana o'zi, ey, zinda. Turish qara. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Qara. Birovlarni galovkasini qilasan mana. O'zingning galovkangni qachon ishlasan? Inshaalloh endi ishlaymiz. Xudo xohlasa, ertaga bir mana oyga yurg'izamiz inshaalloh. Nasib qilgan bo'lsa. Xafa bo'lmagin, oshni ancha zayozdan qolib ketyapsan. Kechiraman aytib. Qarang, bolalar, Toyib ishxonasidamiz. Mana frezerning, to'kirning apparatlar hamma yo'q bor. Toyib do'stim mana lishni o'zi galovka ishiladi. Galovkani cho'tki qilib, spachinning mashinaga ham, gruzovoyga ham, yengil avtomobilga ham lupoyga ishiladi. O'zi qo'liga usta lekin akkuratnik zarubejniy boladan deydi. Krasavchik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Namangan shahar, qayerda adresi? Namangan shahar, Nestle chorrahasining oldida. Dastavkalarim ham bor, blok, val, galovka, mo'yka hammasi xizmatlar ichida. Dastavka telefon bilan aloqa qilsangiz, dastavka borib olib kelish xizmati ham bor. O, вообще zo'r. Nomerini opsiyanda qoldiraman. Ey, Chimo, tezroq galovkangni tuzatib, safga qayt. Anaqa ishlab yurmasdan. Yotib qara, o'zinikini qilmaydi, birovlarnikini qilib beradi. Savoringlar.